Bugun narxlarda ketgan narxlarda bo'ladi. Arzimas mehnatdan qo'llab qolgan holatda bir donadan like tugmani bosib ketinglar. Like sizdan pul olmaydi, bizga ham bermaydi. Mana shu videoni ko'proq ko'rishligi uchun kerak xolos. Hattoki like bosgan insonlarga akalar bepulga drabilkalar beramiz. To'g'ri eshitdingiz, bepulga drabilka bor, butun oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotlar beramiz. Va biz endi ko'rib turgan insonlar bo'lsa ekran ostida pastda podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kiritib borayotgan videolar muntazam etingiz bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Anaqa universitet drabilka bo'lganda ham turi bor, xili bor, guli bor. Buni olgan insonlar o'zi biladi, olmaganlarga biz tushuntiramiz. Bu narsa chorvador uyda bo'lish kerak. Hozirgi paytda 2016-yillar ko'p insonlar hali olgani yo'q. Ishonadigan tavsiya qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ta'tilni olyapsizmi? Charchamasdan. Olyapsizlar mehnat bilan. bilan. Keldik. Yaxshi aka, xudo xolasa chiroyli qilib drabilkalar eng zo'rini, xudo xolasa narxlarni ham hamyon bo'lib, cho'ntayboq qilib chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xo'p, omajon video boshla, qarang. Aha. Drabilkaning garantiyalari nima? Nimaga garantiya berasiz? Birinchi o'rinda apparatning motori. Motoriga garantiya beramiz, pichoqlariga garantiya beramiz. Birinchi o'rinda. Har bitta apparatimiz olgandan keyin o'zining garantiyasi bor. Servis xizmati hamma tomondan chiroyli qilib beramiz. Narxidan boshlaymiz. Nech puldan boshlab, nech pulga drabilka bor bugungi sonimizda? Xo'p, bugungi sonimizda narxlar aka 1.600.000 so'mdan boshlab 2.600.000 so'mgacha apparatlarimiz bor. Va tok masalasi ko'p joyda misol uchun tok har xil. Past tokda ishlaydigan, baland tokda ishlaydigan drabilkalar bormi? Bor. Eng past tokda necha voltgacha ishlaydi keyin? Eng past tokka 150 tokkacha bemalol ishlaydi. Ishlaydimi? 150 tokkacha bemalol ishlaydi. 150 tok. Bu zo'r-ku. Ekonomishli variantida motorlar bor-ku, ekonomishli. Gibrid bo'lib ketadi, full variantlardan, nomeradinglardan olib kelib qo'ydik. Qaysidan boshlaymiz? Torting bitta drabilka. Birinchi korpusni, keyin motori tishini. Birinchi o'rinda doim aytishadi, arzonroq apparatingizdan boshlang deyishadi. Arzonidan boshlaylik. 1.600.000 so'm deb qo'ydik aka. Qani? 1.600.000 so'm menimcha qo'yilmagan bo'lsa kerak haliga. Chiqar. Qaysi? Mana shu apparat. Dildiragi bor. Hop, farqlar korpuslari yaxshi. Ovozlari pastga qaragan mana. Jangimaydigan tishlari bor. Aka, nimasiga arzon bu? Bu nimasi bo'ladi? Hali mana 2 dona qo'yim bor, yo'qsa 1 dona molim bor deganlarga arzonroq variant qilib qo'ydik. Budjetniy variant, arzon variantidan aka. Lekin bu ham aka bemalol mashina qilayotgan ishni bemalol qiladi. Universalmi? Qo'li quruq chiqaradimi? Qo'li quruq bemalol chiqaradi. Dori mahsulotlari-chi? Dori mahsulotlarni ham chiqaradi. Magajo qarasotda chiqaraveradi aka. Faqatgina motori kichkinaroq variantidan. Motorda farqi bor, kichkinaroq variantidan. Xo'p. Bitta ko'rsataylik. Hampas bo'lsa, mana ishlari bor. Pichog'i ham mana oddiyroq variantidan, masalan, bu ham bemalol oddiysimi, ho'l oddiysimi bemalol chiqaraveradi. Motorlarga keladigan bo'lsak, motorlari 3 kilovat. 3 kilovat bo'ladi. Motorlar 3 kilovatli 1.600.000 so'm. 1.600.000 so'm. Xo'p, bu ma'lumotlarga ma'lumot o'rnida qarang. Sizdan olib dilerlik qiladigan insonlarga, misol uchun Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm, Samarqandda do'konlari bor yoki yemxonalari bor. Albatta. Korxonalarga mahsulotlar sotadigan. O'shalar yengilroq qilib berasizmi? Misol tirikchilik qiladigan insonlarga. Agar aloqaga chiqaversa, optim narxda, masalan, narxi addenni aloqaga chiqsa, magazin qo'zmaylarga berilyapti. Optim narxda chiqarib beraveramiz. Endi aka, menga nomeradin zo'rlari, yaxshilardan, ish beradiganlardan bo'lsin deganlarga bir qator polni motordan tortib pichog'igacha ko'rsatib beramiz. Mana shular. Bismillahdan boshladik. Birinchi bo'lib. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi o'rinda mana yangi motor. 4 kilovatlik oddiy 220 ga ishlaydigan motor. Buni kabel tortib beraydan, 2 voltga ishlaydi o'zini. Voltmetrlari bor ekan, motor o'zida. Bemalol mana aka, o'zida masalan ko'rsatadi. Bu yoqda o'zini zashnigi bor. Zashnigi bor. Motori kuyishni ko'rsatadi bemalol. Xo'p, keyingisi masalan, xo'p, motor mana bitta anaqasini ko'rsatdik, 4 kilovatlik. Bunisiga aka pichoqni bitta ko'rsataylik-da. Pichoq bunisiga bosadigan pichog'imiz kuydirilgan o'sha germanskiy pichoqdan. Buni tishlari 18 talik, 20 talik bo'ladi. 18 talik, 20 talik bo'ladi. O'sha germanskiy pichoqdan qo'yilgan. Motor 4 kilovatlik.
korpusiga keladigan bo'lsak, bu katta korpusdan qo'yib beramiz. Katta korpusdan qo'yib beramiz. O'sha 4 xil nasatkasi bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 million so'm qo'yib beramiz. Biz obunachilarga necha pul beramiz? Aka, xudo xolasa obunachilarimizga aka addushi obuna bo'lib qo'yganlarga aka 1 million 900 ming so'mdan qo'yib beramiz. 1 million 800 bo'lmaydimi? Aka 1 million 900 ming so'mdan 4 kilovatlik. Birinchi 10 talik mijozga, birinchi 10 talik mijozga 1 million o'zingiz ag'in. Birinchi 10 talikka gap siz gapingizni oldim. Birinchi 10 talikka 100 ming so'mdan skitkasi bor. Aloqa yashashlar. Birinchi 10 talik. Akalar bizlar uchun imkon qadar naqd tushirishga harakat qilamiz. Mehmonlarimiz arzisa bitta laykni bosib ketinglar. Keling to'kdi. Mana mashina bitta to'kib ko'rsatishni ko'rsatib berdik. To'kimizda shu bahona bitta tekshirib olamiz. Kizi 10 aka. 10 atrofida unda. Mana o'zida o'sha to'klar bemalol ko'rsatib turaveradi. Qarang. Xo'p, Keyingi motorimiz. Xo'p, bu 1 million 900 lik bo'lsa, endi eng full variantlardan aka. Motori katta baquvvat bo'lsin deganlarga mana. Bu nima degan motor? Alfa Grand degan motor. Original, o'zi Alfa Grand bilishadi aka, mana 6,5 degan aka. 6,5 kilogramm og'ir, eng mo'shli motorlardan aka. Alyumin motor bo'ladimi? Alyumin motor. 6,5 da o'sha misliga alyuminli varianti. Ha, bunda ham o'zida o'sha zashli bo'ladi. Nima? Endi aka bularni pichog'ini ko'rsatadigan bo'lsa mana og'ir zavodskiy mahaviy aka. Qalin, qarang, bu Qalin. 2 ga boradi. Ha, qalin 2 qavatli terilgan zavod mahaviy pichoqlari germanskiy. Buni tishi 24 talik. 24 ta bo'ladi. 24 ta mana shu 6 li motorimizga qo'yib beramiz aka. Xo'p. Buni narxiga keladigan bo'lsak 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Eng full variant. Joyimizdagi narx. Joyimizda narx 2 million 400 ming so'm. Shu kattalashgan varianti. Shu xo'li, quruq, don, o't hamma narsa chiqaraveradi. Xo'p, keyingi varianti. Bu misli variantdan boshqasi, Ha, misli varianti. Misli varianti ham aka 6,5 lik. Mana 6,5 kilovatlik. Lekin aka mislida ham 6,5 lik ham masalan 22 kilolik ashnaqasi ham bor-da. Xili bor. Ha. Hozir bu 26 kilolik. Kilosi 26 kilolik mis motor bu. Hop. Original o'sha eng full varianti. Agarda mashina 22 kilo, 23 kiloligidan mayli qo'yib beraveringsa, 2 million 300 ming so'm chiqarib beramiz. Hozir bu 26 kilolik aka. Zavod mahaviyimizdan, o'sha zavodskiydan qo'yib beramiz. Korpusi doimgidek mashq holatda bo'ladi. Narxi 2 million 600 ming so'm chiqadi. Eng full varianti mis motorda eng nomerali aka. 2,5 bo'ladi shuni. Gap. 2,5 million so'mdan mis motorimiz qilamiz. Nasatkalariga o'tamiz. Setkalari. Xo'p, 4 xil nasatkasi bor aka mana. Xo'p, bu o'sha mol bopi, qo'y bopi yorma qilib beradi, kepay holatga keltiradi aka. Mana shu to'ralar setga bitta drabilkaga qo'shib beriladi. Bitta apparatga qo'shib beriladi. Ishlarni bitta ko'rsatib beringchi, qanaqa tushiradi, kompaniya ko'taradimi, nima? Xo'p, birinchi o'rinda aka, buni nimasi bor, qulayligini ko'rsatgan bo'lsak, masofadan masofaga bemalol balonlari bor. Xo'p. Nasatkalar aka. Juda ko'pchilik so'rashyapti, bu yonida qozonni nechilik deyishyapti. Korpus tomonlama garantiyasi bor. Mana shu ishni dakansa qilamiz ekan, dakansa masalan bemalol aloqaga chiqishadi, nimadir bo'lib qolsa qilib berilaveradi. Qalin materialdan bo'ladi, vatlar. Eski turbalar akasi qilinmaydi, qalin materialdan qilinadi. Sabab setkasi yondan tushadi bizga. Mana, setkasi yonboshdan tushadi. Osongina bemalol ko'radi. Boltga ekani bo'shatib, ochib, unday qilinmaydi. Kruchoyli deyishadi. Yo'q, kruchoyli ham qilinmaydi. Bizda обязательно boltga aka setka yondan tushadi. Endi biz ham qilsak bo'ladi. To'g'risi, masalan, juda ko'pchilik aytishadi, shu setkasi yondan tushsa yaxshi bo'ladi. Olganda, masalan, u 3,5 ming obrotda aylanganda, masalan, qo'li tegib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Ash tomonlari bor. Bu ancha qulayligi bor. Bemalol setkani yondan olib tushib solaveradi bemalol. Ayollar ham masalan bemalol naql qiladi. To'g'ri. Ro'manda o'zi mana bir qator ma'lumotlar berdik. Endi ishlarni ko'rsatib bersangiz. Albatta. Tashkent vipiskasi bo'ladi. 54 ga 54 qopqoqlari, o'zining zaslonka qopqog'i, bug'doy. Bug'doy yorma, maka jo'xori.
sotalim aka. Bana kerak. Ha, buni olib qo'yadi, o't mahsulotlar bemalol chiqaraveradi. Keyin har bitta apparatimizda masalan havo to'siqichi degan narsasi bo'ladi. O't solganda betga chang urmaydi. Mana. Changmaydi. Ha, havo to'siqichi qo'ydi, betga chang urmaydi. Vakuumni o'ziga tortadi. Chiqishlari ham shu kattalashgan varianti. Ancha-munchaga tiqilish holat bo'lmaydi. Bo'lat o't deydimi, quruq o't deydimi, donli mahsulot deydimi, barcha turdagi don mahsulotlarni, barcha turdagi o't mahsulotlar bemalol chiqarib